Bugun ko'pchilik ayollarni erkaklashib ketyapti deb gapiradi. Lekin erkaklashib ketayotganiga sabab bu erkaklar. Bolalarimizni orzularimizdagidek o'stirishimiz kerak. Qaysidir joylarda o'qitib, o'zimiz yetolmagan orzularimizga ularni yetishini xohlaymiz. Lekin agar erkak bu narsani ta'minlab bera olmasa, ayol ishlashga, pul topishga va farzandini o'qitishga majbur bo'ladi. Ko'pchilik buni eringga yoqmaysan, agar erkaklashib ketsang, sen erkaklashib boryapsan, eringni o'zingga qarata olmaysan, eringni saqlab qola olmaysan deb gapiradi. To'g'ri, ayollar misol uchun erkaklashmasdan uyda o'tirishi ham mumkin, lekin ularni bu hayot qoniqtirmaydi, ayniqsa hozir. Chunki juda ko'p ayollarni farzandlari hozir chet ellarda o'qiyapti. Juda ko'p oilalarni farzandlari buyuk bir muvaffaqiyat yo'liga harakat qilyapti. Nima uchun ba'zi bir ayollarni farzandlari yaxshi daraja uchun harakat qilmasligi kerak? Shuning uchun juda ko'p ayollar og'ir mehnat qilishga, har qanaqa ishga tayyor turadi. Ertalabdan to kechgacha ishlashga ham majbur bo'ladi. Er tomonidan sevilganligini his qilgan ayol doim guldek ochilib turadi. Har bir ayol guldek yashashga loyiq. Men bilan birga rivojlanish uchun sahifamga obuna bo'ling.